Hozir do'konlarda ko'tollar soni ko'paygan. Avvalgidek emas, har xil ko'tollar kelib turibdi. Ustalarning ko'pchilik qismi uy egasini kissasidan kelib chiqib qo'yib beradi. Hamma sohada shu. Lekin bu ko'tol haqida ozgina tushunganlarimiz sizlar bilan bo'lishacakman. Slovakiyada ishlab chiqarilgan bu ko'tol Praterim 28 kilovat elektrik ko'tol. Bu yerda no'g'ri ahamiyat berish mumkin. Bu yerda dizaynerni injenerni mehnati ko'rinib turibdi. Bilsangizlar, arzon ko'tollarda kulish borish qiyin, atverka borish qiyin, qo'l borish qiyin. Buna e'tibor bersangizlar, hammasi dostupniy. Qulay qilib ishlangan, kelajakdan o'ylab. Oddiy misol, shunday ko'tollar bor, elektrik ko'tollarga kelsak, bir dona ichindagi teni ketsa ham seli şurada gidroblokni qo'shib o'rnini almashtirish kerak bo'ladi. Bunga ahamiyat beringlar. Nemis injenerlar tomonidan o'ylanilib, har taraflama hisob-kitob atilib, o'zi ko'p bo'lgan chiqqan, ishlab chiqarilgan. Ten, bochok, ten oddiy sotiladigan ten emas. Tanafana go'ymaydi, tanafana ishdan chiqmaydi. Bizdan cheyil burun qo'yilib atilgan ko'tollarni ekkanlar yuvib tozalab berganmiz. Yechib olsa bo'ladi, syomniy ishdan chiqsa, e'tibor etinglar. Hamma narsasi qo'l boradi. Kerak bo'lsa bochokni o'zini yechib olsa bo'ladi. Simlar ham e'tibor etinglar. Ko'p ko'tollarda simlar ichlari oddiy yaldiroq metal. Bu metalni endi oddiy demir bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Mis emas, med emas, alyumin emas, oddiy magnit yopishadigan simdan o'ttirilgan bo'ladi. Bular hammasi med. Hammasi udobniy. Avtomat e'tibor etinglar. Modulli kontaktor почти 5 shumli desa ham bo'ladi. ABB avtomatlar do'konlarda topilmaydi. E'tibor etib qaranglar. Nemeskiy avtomat, ABB oddiy avtomat emas, modulli kontaktor. Bu do'konlarda topilmaydi. Bundan ikkisi qo'yilgan. Plata. Bu yerda 28 kilovat rashbakani e'tibor etinglar. Ochgandan dostupniy. Ishlardan dambalarni yechib olish ham o'ng'ay. E'tibor etsangizlar, arzon ko'tollarda gazli bo'lsin, elektrikli bo'lsin, shurup ko'p bo'ladi. Shunday shurup ko'p bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Yana oddiy shunday kristal atverka to'g'ri keladi. O'zini mutaxassisi ochib ko'rsin uchun. Chunki oddiy odamda, oddiy xo'jalik uyda tanapana ziyozishga atverka bo'lmaydi. Nasosga kelsak, nasos Villo bu ko'tollar chiqqan vaqtda chastotli nasoslar bo'lmagan, lekin shundan bular prostoy Villo nasosni shunchaki qo'yib bermaganlar. Bu скоростной mощностьga qarab, unda питаниесі разъем mощностьga qarab skorost ko'paytirib boradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi skorost. Yana bu yerda 0 argı skorostlar uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi odmotkalar uchun pitaniya borgan. Zimla. Mощностьga qarab skorost obod ko'payib boraveradi. E'tibor etsangizlar, основной Yevropa ko'tollarida shpilka ishlatiladi. Rezon ko'p bo'lmaydi bularda. Shpilka onsatgina stimulyator etib olinaveradi. Endi muhim qismi
elektrik kotellarning ichida Vaillant, Proterum bular почти bir salgina farq etadigan yerlari bor. Bularda tenla 1 kilovatdan qo'shib boradi. Ya'ni tokni qo'shgan vaqti bu 3 foiz, to'g'ri, 3 foiz. 1 kilovatdan minib boradi mashinasi. Tok nam o'ynatmaydi, nagruzka bo'lmaydi. O'chakdan mashinasi yetganda 1 kilovatdan kamaytirib boradi. Bularning fishkasi shunda. Men boshqa kotellarda ko'rmadim. Bu holatni. Hozir endi bu elektronik qismida muammo bilan keldi. Buni tuzatdik, ishlatdik. Shu biza buni ko'p sinat etganimizda bochok ham qalin, maxsus qalin metali boshqachadan buni. Korroziya chidamli. Shuning uchun klientlarning hammasi ham arzon kotelga yuguravermaydi. Elektrik kotellar vaqti kelayotir. Shunga hamma ham arzon kotel emas, yaxshi kotel qo'yib ber deganda, yana shuni sizlarga tavsiya etaman. Elektrik kotellar, nemis kotellar, bu Slovakiyada ishlab chiqarilgan Proterum. Baribir shu nemis texnologiyasi. Shundan foydalangan. 1 kilovatdan nastroykada 1 kilovatdan kamaytirib borsa bo'ladi. 28, 27, 26 kerak mashinasini tanlasa bo'ladi.